Hozirgi ma'lumotlarga ko'ra, Yandio Mande 130 million yevro evaziga 100% Real Madrid futbolchisiga aylandi. Agar siz Yandio Mande o'zi kim, qanaqa futbolchi deb o'ylab o'tirgan bo'lsangiz, kechagi videoni o'tib ko'ring. Bu videoda bo'lsa men sizga Yandio Mande Real Madridga o'tgungacha qanaqa qiyinchiliklar boshidan o'tganini aytib beraman. Diomande 15 yoshda olamdan o'tgan singlisiga xat yozgan va o'sha xatda hayotidagi barcha qiyinchiliklarni aytib o'tgan. Aziz singlim Roxin, eslaysanmi? Hayotimdagi birinchi tug'ilgan kunim uchun olgan sovg'am bu Manchester Unitedning soxta futbolkasi edi. Men uni orqasiga Ronaldo ismini va 7-raqamni qora marker bilan yozib olgandim. Chunki u paytlari original futbolka sotib olish uchun oilamizni qurbi yetmagan. Eslaysanmi? Biz kambag'allik yoki boylik nimaligini bilmasdik. Biz shunchaki baxtiyor edik. Va albatta bir tom ustida 25 ta odam birga yotganimizni eslasang kerak. Onam eski televizorimizda opera tomosha qilishni xohlardi. Qolganlari esa kino tomosha qilishni. Eslaysanmi, o'zimni uxlaganga solib, hamma uyquga ketgach, televizorni qayta yoqib futbol tomosha qilardim. Ko'chada bolalar bilan yalangoyoq futbol o'ynaganimizda ular meni nima deb atashardi? Roberto Carlos. Chunki men juda ham qattiq tepardim. Lekin meni bu nom bilan atashlari yoqmasdi. Chunki meni qahramonim Cristiano edi. Va albatta endigina 9 yoshga to'lganimda uydan juda uzoqqa ketganim esingdadir. Men Gana chegarasi yaqinidagi futbol akademiyaga ketgandim. U yerdagi voqealarni aytib berganim esingdami? Biz u yerdagi bolalar bilan kartoshka o'g'irlab yeganimizchi. Hali ham o'sha qaynatilgan, biroz yog' qo'shilgan kartoshkalardan yeb turaman. Uni ta'mi menga bolaligimni eslatadi. Eslaysanmi, meni Chelsea, Rangers, Crystal Palace klublari sinov muddatiga olgan. Ularni birontasi meni qabul qilmagandi. Men juda ham tushkunlikka tushib qolgandim. Lekin sen menga doim ishonarding. Sen meni birinchi raqamli muxlisim eding. Sen futbolchi bo'la olmaysan deb ustimdan kulishgan paytda ham sen meni qo'llab-quvvatlagansan. Sen aytgan hamma narsa to'g'ri bo'lib chiqdi. Biz ertaga jahon chempionatida o'ynaymiz. Seni akang xuddi Drogba, Yaya, Gervinholarga o'xshab o'z davlati sharafini himoya qiladi. Sen doim menga sen Cristianodan ham yaxshi futbolchi bo'la olasan derding. Agar jahon chempionatida Ronaldoni ko'rib qolsam, seni nomingdan salom aytaman. Sen taxmin qilgan har bir narsa meni hayotimda amalga oshdi. O'sha paytlari oyog'imda haqiqiy butsam bo'lmasa ham, meni akam dunyodagi eng zo'r futbolchi bo'ladi derding. Endi esa sen haq ekaningni isbotlayman yoki shu yo'lda o'laman. Seni akang Yan. Singlisi endigina 15 yoshligida do'stlari bilan qanaqadir ziyofatga borgan. O'sha ziyofatda uni ichimligiga nimadir qo'shib qo'yishgan. Shu bo'yi uxlab qolgan va afsuski qaytib turmagan. To'g'risi hikoyani o'qib juda ham ta'sirlanib ketdim. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.